Ma Aqto'da g'alli do'konda bir deb oldim men bugun. Ma qizlar anlayolmayman. Bir talla kiyim sotgan do'konda ikkinchi kiyim sotmayki ashdama. Masalan, ma xonim qizlar silimi g'allida, kiyimi g'allida olib ketdi. Masalan, ma koptin deyli yoki ma gansarli deyli yoki ma yopqilni deyli. Sizning uchingiz bilan bo'larkan ikkinchi ayol zotning uchida bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Bu g'allit ish ya bu. To'g'ri emas ya bu degandek silab ketdi ya bu. Andan keyin buni markaning qanday marka o'zingiz deb bering. Modalina. Modalina ma, marksima? Moda qizdak yurgan modalina ma. Xo'sh, unda laqas beklar kiyimni bir ko'rsatay. Ma kiyimlarniki ham de tanlash rangi olib qolsin. Asos qanday qizlarga tikilgan kiyimni kiysang, ay mendek zilla siz kiyim olma. Kiydim. Ama shuma? Ha, sizmi zillaqdan akasasiz bo'ladi. Men keldik mana. Mana ko'ra olmadim. Bu shuning hammasi asosiyatdan zilla qizlarga anandekin men bir tanlam kiyim kiysam bo'ldi deydigan ikkinchi do'stining kuchsiz ko'rib qolsa kecha uxlayolmaydigan xonim qizlarga ajoyib chiqgan kiyim chekkan. Shunday qilib buniki ba'z bak nima chiqamdi ya? 10 ming kundan boshlamdi ya. Yo'q, normal. Normal. Masalan, eng tuvan chekda bergan 400, 300. 300. Asosiyatki bunday gavdan yuradigan qizlarga. Alqini uzun taqab, uzun poshniki loxoz yurgan qizlarga. Moda qizlarga. Anilki ma qari kiyimni ayrim, ranglikni ayrim bunda tizib qo'yibdi, mayoq butunlay qara. Masalan, bu qanday chiroyli kiyimni bir ko'rsatib berganman siz. Qarining orasida qaysi chiroyli men bunda pilaf kiysim bo'ldi. Ayrim kiysim bo'ldi. Ayrim kiysim bo'ldi. Unda olib qolsa, bu yana o'rinda birma, mavduka yangi yilda shunga o'zingizga kelib bir ko'rib yiqinglar, sumkadan tortib, hatto oyog'imni birdan bir tikdingizmi yo? Bir tallam. Ma g'alitlikni. Masalan, ma oyoq olib qolsa, kiyim bilan moslashtirib. Faqat bir tallam. Ya'ni kelib ta'lingiz bo'lsa, keladi ekan bu. Ta'lingiz bo'lmasa, kemenga ortmamda. Ashdama? Unda olib telefon numaringizni birga ufqam olsiz telefon qilsin. 130 700 65 778. To'g'ri dedingiz a? Ma'qul. Unda olib qolsa, bu yerniki to'liq adresi. Adresimiz Aqto'ning Mevishovchida, ma Go'shan yaqin bilsizlar. Aqa turganning qarshi tarafida bir Nurimiy ham bor, biz bilamiz. Shuniki yanida, ya'ni Mevishovchininki mana A5 fudi udullam kelib eng oxirgiroq kelsanglar Modalina dedim. Modalina kelasiz.